أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من الراشدين آمين. أما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى: قال وشرائطه تسمية الجنس والنوع والوصف والأجل والقدر ومكان الإيفاء إن كان له حمل ومؤونة، وقدر رأس المال في المكيل والموزون والمعدود، وقبض رأس المال قبل المفارقة. Biz o'tgangi darsda salamni ta'rif qilgan va ba'zi arkonlar ustida to'xtalgan. Ham bugungi darsda salamning shartlarini bir-birlab bayon qilmoqchi. Albatta salammo savdoning bir turi bo'lgan ekan, odatdagi savdoda nima shart qilinsa, salamda shu shart qilindi. Albatta bor. Ana siga, al-aqidayn, al-mabi', al-thaman, ash-arkan hammasi bo'ladi. Gerçi bu mazhabda ruknni sigadan deb qarasam shunda, lekin shu to'rt turlik narsa hammasi albatta bo'lishi kerak savdo bo'lganligi. Bundan sirt salam odatdan tashqari yo'l qo'yilgan muomala bo'lg'achqa odatdan tashqari shartlar bor, qo'shimcha shartlar bor. Buni qo'shimcha shartlari to'ndikcha tasmiyatul jins osh olmoqchi bo'lgan tovarning jinsini aniq atash lozim. Hozir bu shartlar shurutul mabi'a yoki shurutul mustamfi ko'pincha ba'zi shartlar var. Şurut ra'sul mal miyada shurutul mustamfidan başladı. Tasmiyatul cins aş tovarninki jinsi aniq bo'lishi lozim. Buğday, tümen, telefon degandek shunda aniq bo'lishi lozim. Va naw turi, val vasf sifati, val ajal topshirish vaqti, val qadri qancha miqdorda ig'irligi, kamchilik qanchalik ve mekanil ifai qayerda topshirish joyi in kana huwa hamlun va mauna ko'tarib yetkash orqali chiqim ketadigan narsa bo'lib qolsa topshirish o'rnini belgilash lozim. Va qadri ra'sil mali fil makili vel mawzun vel ma'dud anma'u sarmoyasi ya'ni topshirilgan pulninki shartlaridan birisi. Topshirilgan pul umum miqdori aniqlash kerak. Ash umum miqdor pulninki kamchallangan ya jinlangan ya sanalgan narsa bo'lib qolsa tovar, shuning qarshiligida har bir qismininki bahasi shu sarmoyadan udulanish lozim. Masalan 100 kilo buğday degan bo'lsa, $100 olsak, 1 kilo buğdayga $1 baho bo'lib, 100 kiloga $100, 100 tavuzga 10 koydan 1000 koy, her birisi 10 koydan da bunda aniq bo'lishi lozim. Qadri ra'sul mal shu sarmoya oldi o'tkazib qo'yilgan shu malning bahasi umumiy aniq $1000, 100 ming koyda aniqlash lozim. Ana buningki har bir parchasi tovarning har bir parchasi udulanish lozim. Hatta salam masalasida ishorat qilib turib mush xaltadagi pul yoki mush pul desimi ishorat qilgan taqdirda aniq demasi bo'lmaydi. Odatda savdoda ma taqadiki 100 kilo oshni mush pul beramlar desa, jibag'lan pulni yoki ma telefon beramlar desa bo'ldi. Lekin salamda osh pulning nech pulligi va shu 100 kilo buğday qarta her bir kilosiga nech puli to'g'ri keldi shunda qo'yish lozim. İşaret bilan kifoya qilmaydi. Val ma'dud degandan maqsad al ma'dudul mutaqarib, bir-biridan farqi ko'p bo'lmagan yana fon degandek narsa. Lekin bir-biridan ko'plam farqlangan, bakla farqlangan bo'lib qolsa, u chog'da bo'lmaydi. Bir danışdan ise küçük bir danışın bir tane, ulan bir danışın bir tane. Baha farkı çok. Çatarçıda. Şu mağdud diyenden şey mağdudul mutakarib maksat kılındı. Ve qabdu ra'sil mali qabla'l mufaraka. Yana bir şartı bu sermayenin şartlardan birisi oldin o'tkazib qo'ygan pulni shu salam savdosini qilgan chog'da ikkalan ayrilishdan burun qo'liga to'liq topshirib
edish lozim. Albatta bunun boshqa shartlari bor. Kitobda orliqlarda ancha-muncha qistirib o'tishi mumkin. Lekin hozir sanag'anlari ba'zi tovarning shartlari, ba'zi sarmoyaning shartlari. Buningdan boshqa biz o'tganda dedik, tovar oltin kumush bo'lmasligi lozim dedik. Shunami? Muayyan narsa bo'lmasligi lozim dedik. O shartni mush kitobda qistirib o'tdi. Lekin ilgari kitoblar hozirgidek bunda ratlab, yig'ib, manda akildigan bo'lmag'achqa, ba'zida 5-6 shartni berdi deb, orliqda yana manda shartni bor deb qistirib qo'yish mumkin. لأن بذكر هذه الأشياء تنتفي الجهالة وتنقطع المنازعة. Çünkü muşu narsalarni aniq tilga ilish orqali noma'lumlik tugab, talash tortish yo'qoladi. Bo'lmasa, ikkidan tutish ketadigan gap. Yo'q, men manda malni olmoqchi edim, shuning pul o'tkazganisi yo'q, men manda malni sotay degandim deb o'tirdi talash tortish bo'ldi. وعند عدمها يكون المسلم فيه مجهولا فيفضي إلى المنازعة. مشو yuqorida biz tilga olgan ma'lumotlar aniq bo'lmasa, noma'lumlik kelib chiqib, tovarda, ko'pincha tovarda yoki pulda noma'lumlik kelib chiqib, talash tortishga olib boradi. Masalan, olsak, fal jinsu kal hintati va tamr. Jinsini aniq atash lozim desak, jinsi degan, masalan, bug'doy, xoma, arpa degandek tovarning turi. Buni aniqlash lozim. والنوع كالبرني والمكتوم في التمر. Türü desek, xo'miningki, ashunda har xil turlari. Mesela qo'g'inninki, qarako'say, beshakşin degandek turlari bo'lgandek. Va fil hintati kasahliyatin va jabaliyya. Bug'doyda sug'agan bug'doylar, yomg'irning tayyor suvida sug'urilgan bug'doyni, masalan, etizliqda, tizlanlikda normal epin suvi bilan sug'urilgan bug'doy yoki tog'da yomg'ir suvi bilan sug'urilgan bug'doy deb turini ayirish lozim. Wal wasfu kal jayyid va radi. Sübtini mi, yani sorti, sübtini aniq bayon qilish lozim. Masalan, 1-darajalik, 2-darajalik, oliy sifatlik deydigan. Wal ajalu ka qawlihi ila shahrin va nahwihi. Topshirish vaqtini mi aniq belgilash lozim. Mesela bir aydan keyin, birinchi silada topshirib olaman, bir haftadan keyin, yakshanba kuni topshirib olaman degan shu topshirish vaqti aniq belgilanishi lozim. Va huwa shartun. Topshirish vaqtini bekitish shart, salamninki to'g'ri bo'lishining sharti. Endi nima uchun bu sharoit deb bo'ladi? Ya'ni val ajalu shartunda ben ayrim ta'kidlab qo'ydi. İmam Şafii'ga raddiya bermoqchi. İmam Şafii ajal sharti emas deb turadi. Ecel mi şunun şartı? Qatada sanıp geldiği şartlarını. Yani ta'kidlab ve huve şartun. İmam Şafii şart emas desem o, bu zati şartmış o deb ta'kidladi. Mesela İmam Şafii rahmetullahi alayh sizga manchilik bug'doyni pul o'tkazdim deb topshirish vaqti falancha demasa, topshirish vaqtini tilganmasa, bu salam bo'ladi dedi. Biz deymiz, bu salamning shartlarining birisi topshirish vaqtini bekitish. Falani chaq demasa, bu naqsodi bo'lib qoldi. Yani İmam Şafii rahmetullahi alayh kechiktirib savdo qilish joiz bo'lgan ahvolda, bu naqlam savdo qilyapsa, texmi joiz bo'ldi deydi. Biz deymiz, siz naq savdo qilmoqchi bo'lsangiz, aslamtu degan o boshqa bir gapni akilib qilib yurmay, naq savdo ishlatilgan so'zni tanlab ishlating. Men sotdim, men oldim degan so'zni ishlating. Amma aslamtu deb salam darsiga shunda kirgan ekan, salamninki qoidasiga rioya qilish lozim. Va hadisda men aslafa fal yuslif fi kaylin ma'lum wa wazn ma'lum ila ajalin ma'lum deb aniq bekitib qo'ygan. Qala sallallohu alayhi vasallam ila ajalin ma'lum. Mushu hadisninki muttafaqun alayhi hadisninki zohiri bilan istidlol qildi. İla ajalin ma'lum dedimi dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mushadisda salamninki shartlarini bir-birlab sanab belgilab qo'ygan. Shuning ichida ajal ma'lum bo'lish sharti bor. Buning ustiga oyatdimi salamning joizligiga, yo'l qo'yilganligiga,
Hazreti İbn Abbas radhiyallohu anhu'nun tefsiri bilan istidlal qildik-ku. Ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidaynin ila ajalin musamman faktubu. Ila ajal musamma. Vaqt va u vaqt aniq tilga ilingan dedi. Bundan keyin oyat bilan hadisning zohiri İmam Şafii'ga raddiyaverishga yetadigan dalillarning birisi. Bu bir dalil İmam Şafii'ning ko'z qarashiga qarata. Endi Hanefi mazhab ajal shartida shart qanday turli shart? Shart sihha. Agar o shart topilmasa, assalom batil. Salam degan narsa yo'q. Bu naqsodiga aylanib ketadi deydi. Valima bayyana qo'shimcha dalil biz yuqorida salamninki yo'l qo'yilish sababini bayon qilgan chaqda endi naq pul yo'q kishilarning ehtiyojini qamdash uchun Alloh taolo ajna kengchilik qilib ruxsat qilgan degandir. Aslında bir ruxsat qilingan. Şuri'a daf'an li hajatil mafalis. Sarmoyadan ayrilib qolgan tijoratchilarningki qo'lda naq pul yo'q bo'lish va tijoratni davomlashtirish ehtiyoji tufayli yo'l qo'yilgan. Shu sababdan yo'l qo'yilgan. Lekin endi pul bor odammi undan foydalansa bo'ldi. Endi pul bor odammi foydalansa bo'ldi. Lekin asosiy shu maqsad. Shunda bo'lganda ekan fala budda min at-ta'jili liyaqdir ala at-tahsil. Nonikin bu naq bo'lsa bu ehtiyoj qamdalmaydi. Nasib bo'lsa, ya'ni tovarni keyin topshirib turgan bo'lsa, ondan o tovarni yendin chiqarmay turib, qo'liga naq pul elishdan iborat mushu bir foyda kirdi. Liyaqdir ala at-tahsil. Asha kishi sotqichi tovarni qo'ldan chiqarmasdan burun naq pulga erishish va qo'lda tayyor bo'lmagan tovarni boshqalar o'tkazadigan qilib tayyorlash uchun yo'l qo'yilgan. Tayyorlash uchun kechiktirilgan bir vaqt bo'lishi lozim. Yana bir tarafdan deyish mumkin, agar buningda bir vaqt bekitilmasa, bu savdo endi yo'q narsani sotish doirasiga kirib qoladi. Endi yo'q narsani sotish hadisda cheklangan. Yana icmadan model bor. Sahabe kiramlar salam savdosida vaqt belgilash shart deganga ijmo kelgan deymiz. Yani şu İbn Abbas radhiyallohu anhu'dan, Abu Hurayra, Abu Sa'id al-Khudri, İbn Umar radhiyallohu anhu şu qiljiq sahabildan shunday hadis rivoyat qilgan va uning qarshi sahabildan unda gap yo'qdi deydigan bir ifoda chiqmagan ekan, bu bir xil ijmo bo'ldi. Chunki İmam Shafiining bu qarashi nihoyat ojiz. Yani bu mazhabning qarashi shu kuchli. Maliki mazhabda ham shunday. Yani ajal shart degan mazmun chiqdi. Qala va taqdiruhu ila al-muta'aqidayn. Aş vaqtni belgilash, qachon topshirib berish, buni ikkalan qaraqisi bo'ldi. Ikkalan ittifoqlasi bo'ldi. Bir haftadan keyinmi, 15 kundan keyinmi yo bir oydan keyinmi ikki taraf o'zaro kutishvasi bo'ldi. Taqdiruhu, yani taqdirul ajal. Zakarahu al-Karxi. İmam Karxi, Abu Hasan Karxi, yani bir mazhabning qarashini ashunda tilga olgan. Yani mufawwadun ila al-muta'aqid, matrukun ila al-muta'aqidayn. Bu o'zaro bektivasi bo'ldi. Xiyar shartga o'xshash masalan 3 kundan olib ketmaslik lozim. Ya bir haftagacha deydi, bir haftadan keyin bo'z bo'lmaydi degan undam yo'q. Lekin umuman ulamolar favqulodda unda uzun muddatni deyishga bo'lmaydi deb qaraydi. Masalan 25 yildan keyin, 50 yildan keyin topshirib berma. U chaqda ahvol qanday bo'ldi? Bu so'rlashganlar hayot bo'landi bo'lmamdi. Vaziyat nima bo'ldi, uni bilgili olmaydi. Shunga shunda bir yaqinroq bir muddat, urf-odat bo'yicha yaqinroq bir muddat belgilsa, 1 oy, 15 kun, 2 oy ma'qul. Shunchalik nimasi bo'ldi deb qaraydi umuman. Lekin tafsilotga kelsak, unda vaqt bekitib baqqan ulamolar bor. Hozir Hanafi mazhabining bir qarashi taqdiru ila al-muta'aqidayn. Ikkita o'zaro tushib bir vaqtni bekisi bo'ldi dedi. Bu Abu Hasan al-Karxininki imomlarimizdan naql qilgan qarash. Wa an at-Tahawi, Imam Abu Ja'far Ahmad ibn Abi Imran at-Tahawi bu şu Karxiga o'xshash, mesela İmam Quduriga o'xshash, Abu Bakr al-Jassosga o'xshash, Hanafi mazhabininki mush masalada qarashlari mandati deb yakunlaydigan ulamolar.
Aqida Tahaviyaning muallifi. Qavrisi mushu Basatinning qishda. İmam Şafii'nin qavrisining qishda. Aqalluhu 3 ayyam. Bu eng to'yin chekini bekitib qo'yibdi. Eng to'yin chekida bir siziq bor. Lekin undan keyingisida unda bir siziq yo'q deb eng to'yini 3 kun. Atiya o'ginga desa u naqsoddak bir narsa bo'ldi. Ama 3 kun desak, şeriatda 3 kun deb bir bekitish bor. Savdo masalasida. Lekin 3 kun bir fasil bo'ldi. Eng to'yin cheki shu deb bekitdi va ravahu an ashabina. Mush qarashni imomlarimizdan rivoyat qildi. Ya'tibaran bi muddatil xiyar. Muddatil xiyar shartqa qiyas qildi. Ya'tibar degan so'zni biz shundoq qiyasning ismi dedik e'tiborni, ha? Ya'ni xiyar shartda savdo qilgan chaqda men senda ma'nosini setib oldim. Waliyal khiyaru 3 ayyam deb 3 kun yenilishga fursat bekitish bir yo'l qo'yilgan qoida borda. Shunga o'xshash 3 kun deymiz. Bu to'yin cheki debdi, shunga kelibdi bu qiyosni. وروي عنهم يعني عن أصحابنا لو شرط نصف يوم جازة yerim kun deb shart qilsa salam sodisda aynisi vaqt belgilashmasi shartda vujudga chiqdi va salam joiz bo'ldi lianna adna muddatal xiyari la tataqaddar chunki xiyar shartda 3 kunda eng yuqori chekini bekitgan lekin eng to'yin cheki bekitilmagan eng to'yin cheki bekitilmagan bo'lgan ekan bu salamningmi eng to'yin cheki bekitilmaydi. Eng to'yin cheki bekitilmagan ekan yerim kun desimi joiz bo'ldi. Nima uchun yerim kun deydi? Tovarni keyin topshirma degan odatda shu savdo bo'lgan so'rinda topshirmay keyin topshirishni ko'rsatdi. Bu normal ahvolda bizning turmushimizda shu so'rinda topshirmasa şu 3-4 saat yerim kun ketishi normal ahvol. Yani adetda yerim kun ketidi. Şu sorunda topshirsa, keyin topshirsa yerim kun ketdi deb yerim kun deb bekitib qo'ygan. Lekin buningga qartamda agar odatda 1 soatdan keyin, 2 soatdan keyin hozir nihoyat zamonniki ritmi, turmushning ritmi tezlashib ketdi. 1 saat, 2 saat degan vaqt degan nihoyatda jiq vaqt hisoblanadi. Odatda shunda nasiy qilib 1 soatdan keyin topshira olaman, yarim soatdan keyin topshira olaman deb salam so'z qilsa, odat shunda bo'lsa bo'ldi mush qarashga asosan. Naqsod olmay salam so'zi bo'ldi. Ya'ni bu eng to'yin bir chek yerim kun deb bekitib qo'ydi odatga asosan. Buni Abu Bakr Razi al-Jassas ve İmam Zufar rahmetullahi aleyhinin bazı şagirdleri imamlarımızdan rivayet kılgan qarash. İlgirkisi İmam Karhi ve İmam Tahavi rivayet kılgan qarashlar. Ve an Muhammedin rahimahullah şahrun. Yani İmam Muhammed rahmetullahi aleyhiden bir ay deb kelgan. Hanbali mazhabdimi bir ay deb qaraydi. Maliki mazhabda 15 kun deb bekitdi. Ve huvel asah. Ve İmam Muhammed'in kelgan mush qarash, yani bu mazhabda sahihrak qarash. Asah desak, qarshidagi qarashlar qanday bo'ldi? Sahih. Ma birisi al-asah. Agar sahih deb qolsak-chi, birisi sahih bo'lib qolsa, muqobili u ojiz yoki inoatsiz qarash bo'lishi mumkin. İmam Muhammed'in kelgan ma qarashning ta'lili li'annahu adnal ajili. Chunki bu nesinasininki eng tezroq yaqinroq muddat topshirig'ini bildi va aqsal ajili naq topshirganning eng kechiktirib topshirish nimasi bo'ldi. Yani bu bir odat nimasi bo'yicha belgilashdan iborat ekan. Bundan keyin Hanifi mazhabda hozir 4 xil qarashni o'ttirib qo'ydi. Shunama matrukin ilal mutaaqidayn Karhi rivoyat qildi. Aqallu 3 ayyam Imam Tahavi rivoyat qildi. Nisfi yawm bu imomlarimizdan Abu Bakr al-Jassas ve Zufar rahmetullahi aleyhinin şagirdleri rivayet qilgan qarash. 4-chi qarash shahr, bir oy degan qarash. Bir oy degan qarashni biz Hanbali mazhabining qarashi dedik. Maliki mazhabda 15 kun deb bekitdi. Nima uchun 15 kun desa? Chunki 15 kunda bozorning ahvoli
bir egizpasula ba tushib chiqadigan bir ahvol bo'ldi. Salam masalasida satibog'ichi oldin pul o'tkazib qo'ysa, baha tushib chiqish masalasidan foydalanadi, burroq pul o'tkazib qo'ydi. Masala shu demak. Yerimni tanışacağız. Bunun yapılan mesele qanday bo'lmasdan ikkisi. Farqi. Men koyni oldin topshirma, 1 soatdan keyin tovarni men topshirib berasiz deysa, nisfi yom yoki 3 kun yoki 1 oy deb beksa, masalan bo'lmadi deydi. Salam joyida bo'lmadi. Siz naqsodi qilganda qildingiz, bu salam doirasiga kirmaydi bu. Chunki bu yerda ajal nisi degan gap, ya'ni tovarni keyin berish degan gap, kerak berish. Pulni oldin o'tkazib qo'yish degan, pulni o'tkazib qo'yib, bunda 3-4 kundan keyin, 1 oydan keyin tovarni topshirib olsa, andin bu salam bo'ldi. Lekin 1 soatdan keyin olaman desa, bu naqsodlik bir gapi ambadan chiqib turib bo'lsa 1 soat bo'ldi. Siz naqsodi qilgan bu salam emas deb turibdi. Bunun erişikliğini anlasınlar. İkisining farqi, ma'u naqsoda desak, ma'u salam desak, naqsoda bilan salamning farqi qanday bo'lsa, shuni chiqadi. Salam degan so'zda salamning shart tepilishi lozim. Bay'da u tepilmasin bo'ldi. Mesela bay' desak, yuqoriqidagi fi vazn ma'lum ila ajalin ma'lum shartlar kerak emas. Shartlar yengillab ketadi. Yani al-asah dedi, İmam Karxining qarashini sahih degan ulamolar bor. Vay nisfiyon deganning sahih degan ulamolar bor bu mazhabda. Mesela şu İmam Karxininki matrukun lil mutaaqidayn degan ashqarashni al-Imam Sadr-Shahid sahih deb qaragan. Ashqarashlarimiz yani bu mazhabda sahih qarashlar. Lekin shahr deganni sal jalliqroq deb o'tirib qo'ydi. Şehrin aqallisi Odatda 1 oy atrofida bekitadi demakchi. 1 oydan ilgari bo'lsa bu naqsod bo'lgandek. Eng to'yin chekini talashtash qilyotdi. Bunun eşikesi neydi? Ha, 1 oy, 3 oy bo'lsa mayli deydi. Sorman cevabı var. Yukarıdan 15 gün diye ayet. Bu hamda bizning urf odatimizda qanda degan masalaga taqildi. Bizning urf odatimiz lazım emas. Qanda so'din naqsod deymiz, qandig'ini nasi so'di deymiz, sildab qolganligini. Hozir o'naylan deb baqsin, 10 xil chiqishi mumkin. Masalan, yarim soatcha topshirsa naqdaymiz dedi biraylar. Biraylar 2 soat. Yani biraylar shu kun topshira olsa, bu naqsod bo'ldi dedi. Demak, bu yerda qarash o'xshash chiqmaydi. Tijoratchilikning to'rtnakillar 4 xil chiqishi mumkin. Evet, rasamda shu kuni kashda yetkazib turadigan yo topshirib turadigan savdo bo'lsa, naqsoddek bo'lishi mumkin. Badin opirib, qo'sh kechiladi. Naqsoddek bo'lishi mumkin. Zavodliga pul o'tkazib qo'yish desak, 1 oy burun, 2 oy burun yo 6 oy burun pul o'tkazib qo'ydi. Yozlik mal uchun qishda pul o'tkazib qo'ydi. Qishlik mal uchun yozda pul o'tkazib qo'ydi. Mana salam deymiz deyish mumkin. Bulama şu urf odatga qarab turib, manchak bo'lsa oldin pul o'tkazib qo'yish doirasiga kirdi deb baqqan. Bayon va shartun degan taqdirdami, mushuninga shariat ruxsat qilgan. Yani mushunda shaklda bo'lsa, bayon va shart bo'lsa bo'ldi, yani bu salam bo'ldi demakchi. Rasululloh shunday ruxsat qildi. Men aslafa falyuslif fi kaydin ma'lum. Yani aslında topshirish vaqtini paloni chaqda topshirishni shart qilib turib so'rab qilsangiz, menda shart bilan qilsang bo'ldi degankin tamam. Shariada xilofil qiyos dedik shuni. Bir oydan burun qilib qolsam, 1 oydan burun bo'lsa, bu naqsoddek bo'lib qoldi demak. Yani eng to'yancheki 1 oy bo'lsa, andin bu bil ajil bo'ldi deydi. Ve şu 1 oy deganga asas ko'pchilik ulamolar yiqilishib qoldimiz. Hanbali mazhab shunday dedi. Maliki mazhabda 15 kun deb bekitdi. Yani 15 kun bilan 1 oy shu atrofdan 1 oy deganga hammasi isbot qildi. 1 oy vaqt bekitib salam so'di qilsak bo'ladi desa, mushuni hammasi ittifoq. Unga muttafaqun alayhi dardan boshlab qarash. Aşını İbn Abbas radhiyallohu anhu salam so'dis qilib pulni oldin topshirib, tovarni faloni chaqda topshirib olaman deb so'zlasanglar, ashuni hujjatlab qo'yinglar deb oyinda topshirgan bo'g'achqa, salam duchga oyatmi shu degan bo'g'achqa, asharki ajal musamma ajal taslimul mabiya deymiz.
Bir ayetning bilan so'rovsi yazilganda biz 5 xil qarashni bayon qildik. 5 xil qarashning hammasi sahih qarash. Undan keyin siz birisini tanlaydigan gap. Yani bazı İmam Karxiyning kirma Sayyidga olmalı bor. Taqdiri ulal mutaaqidayn. Ikkalan tutishib, soat 5da 5 soatdan keyin o'g'illikka ya bir oydan keyin desam bo'lardi deb salom bo'ldi dedi. Nonki sizlar bir oygacha qilsa nasib bo'lmay naqlab qol degan qarash. To'g'ri bo'lsalar, yarim kunni tanlasizlar yoki taqdiri ulal mutaaqidayn tanlasizlar Karxiyning qarshini. Mümkün. Mağanda birisi hatta bir soğur diyenim ama senin mazhabda 4 xil qarash var. İmam Malik'in qarashidan biz 5 xil qarashni bayon qildik. Buni bekitish ijtihodiy masala. Ajal musamma deb oyat va hadisda shuni bekitdi. Lekin endi bu ajalni tasmiya qilish kimga qo'yilgan? Mutaaqidan qo'yilgan. Mutaaqidanga biz cheklimi qo'yamdik desa ulamolar urf-odat qarab turib va cheklimini qo'yishga tirishib baqdi. Lekin cheklimi qo'ymaysiz, ikkala hur bu ishda. Tovarni kim topshirib beramiz, 1 soatdan keyin bo'lamdi, 3 kundan keyin bo'lamdi, salom bo'ladi desak, joyi chiqib o'tadi. Qala va ammal qadru topshirib bergan tovarning miqdori aniq bo'lish lozim degan shartga kelsak, fa qawluhu ya'ni qawlul aqidi kaza qafizan aw kaza ritlan. Ben manç pulunu ötkazdim, oldin pul ötkazdim. Falani çağda mançı çarek buğday tapşırla bana. Ya ki mançı cın buğday tapşırla dese. Ya ki mançı metre rah. Ya ki mançı dana velosiped ya mançı dana telefon tapşırırsa. Hemmesi miktar dairesi kirip gidiyor. وشرط لقوله صلى الله عليه وسلم أن مشو مقدار من إنق بولشي شرط قلنده نما دليل أساسا رسول الله صلى الله عليه وسلم مشاهدة أساسا فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم الكيل والوزن منصوص عليه هذا استئناق تلغال دوا أن biz bununla metrlap gezlap satılgan rah ve gilam boğurdek naslını katımız billah adadiyatul mutaqaribunu qatmaz. Nima uchun esa bir narsaning miqdorini o'lchab turadigan narsa shu. Kayl va vaznga o'xshash deymiz. Qala va amma makanul ifa'i hamda xabarni topshirib berish o'rniga kelsak, bu aniq bekitilishi lozim. Degan bir shart bormi? Fa qawluna fi makanin kaza Palani joyda topshirib olaman. Masalan, zavod desak, Gangjuda ishlab chiqarilgan tovar bo'lsa, Gangjuddagi zavodga pul o'tkazib qo'ysa, Gangjuda topshirib berasiz deyish mumkin. Yoki Gangjuddagi zavod pul o'tkazib qo'ydim, lekin siz buni Urumchiga sotib berasiz. Qo'llanma Urumchiga topshirib olaman deyish mumkin. Chunki o'tkashga kiro ketadi, chiqim ketadi. Agar unda demagan taqdirda zavod men tovarni tayyor qildim, olib deydi. O kişi Urumchi'de oturup, ya bana saptırışın lazım, ben Urumchi'de topşıralım buna deydi. Nima uchun oturup, o'tkashga kira ketadi va kirani ko'tarishni xohlamaydi. Shuni talash ta'tish kelib chiqadi. Talash ta'tish yo'qotish uchun aniq bekitib qo'yish lozim. Va innama yushtaratu idza kana lahu hamlun va mauna. Bu shart yo'tkisa, chiqim ketadigan, kuch ketadigan tovarlar bo'lib qolsa, shart qilindi. Eğer kuch ketmaydigan narsa bo'lib qolsa shart qilmaydi. İmam Abu Hanifa rahmatullohi alayhining qarashi ayridi. Yo'tkashga chiqim ketamdi, ketmamdi. Chiqim ketmasa, na topshirib bas bo'ldi. Uzukdan 4 tal keyin masalan deylar. Buni endi buyurib tutgan. Ya 2 tal telefon masalan. Oldin pul o'tkazib qo'yapti, buni topshirib bermoqchi. Bu odam pulning egasini Urumchida uchratgan chaqda Urumchida mana bu telefonlarni deb, uzuklarni deb topshirib bersin bo'ldi. Ya Xotanda, Qashqarda uchirsa u yoqda topshirib bersin, na topshirib bersin bo'ldi. Topshirib bersin bo'ldi deydi. Va qala sahiban deydi la yushtaratu o'rinni belgilab qo'yish shart emas. Yo'tkashga chiqim ketgan narsa bo'lsa-mu, belgilab qo'yish shart emas. Va yufi fi makanil aqd. Sodini deyishgan o'rinda topshirib bersin bo'ldi. Nariga unda qarasak, mushuni bekitib qo'ymasa, Imom Abu Hanifa masodo shada qildi deydi. Sahiban sodi joiz bo'ladi dedi. Buni keyin nima topshirib berishni talashlar qilib qolsa, talashlar qilmaydi. Sodini nari qilgan bo'lsa, shu yerdan topshirib berganga bekitilib ketadi deydi. لأن مكان العقد متعين. Çünkü sodi qilishgan joy muayyan bir joy.
buni beka qilib o'tib boshqa joyda topshirib berishga yo'tkaydigan yana bir narsa yo'q dedi. Ladimul muzahama. Bu o'rinni beka qilib boshqa o'ringa o'tkaydigan yana bir raqobatchi o'rin yo'q. Chunki bu yerda o'rinning gapi faqat bo'lmadi. Faqat bo'lmagan ekan, shu savdo qilishgan o'rin, shu topshirish o'rni bo'ldi deydi. Ladimul muzahama, chunki biz ikkinchi bir o'rinni bekitmagan. Ikkinchi bir o'rinning gapi yo'q bu yerda. İkinci bir o'rin bo'lsa-da, bekitgan o'rinni bu qistab, sizning o'rningman dasayma deb ishtirib chiqarib o'tish mumkin-da. Bu yerda ishtiradigan bir nima yo'q. Kama fil bay'. Xuddi odatga normal savdoga o'xshash. Naq bir savdoni qildik-ku, ma telefonini $500 beramsiz oldim, sotdim dedi. Shu savdo qilingan o'rinda shu topshirib turdi. O'rni shu. Va kama ma la hamla lahu. Yana yo'tkashga, ko'tarishga chiqim ketmaydigan narsaga qiyos qilamiz. Kaf mishadi nimadan iborat? Qiyos. O'xshash kelgandikanlar dalil qiyos deymiz. İmam Abu Hanifa yo'tkashga chiqim ketmaydigan narsa bo'lsa, topshirish o'rni bekitmasin bo'ldi degan. Sohiban hozir ashunga o'xshashmi shu? Chiqim ketadigan narsa, chiqim ketmaydiganga o'xshash deb turibdi. Valahu, yani İmam Abu Hanifa rahmetullahi alayhining dalili enne teslime gayru vacibun fil hal. Bu selam savdosida tovarni hozir darhol topshirish vacib emas. Savdoning tabiati shundadir. Tovarni keyin topshiradigan tutishdi. Va inma yajibu idha halal ajal. Qachon topshirish vacib? Bekitgan vaqt kelgan chaqda topshirish vacib bo'lib ketadi. Va la yadri ayna yakunu inda hululihi. U kishi shu vaqt kelgan chaqda nada bo'lishini bilmaydi. Nada o'lishini bilmagandek. فيحتاج إلى بيان موضع الإيفاء قطعا للمنازعة. Şunu talaş tarihinin kirib çıkması için topshirish o'rnini bayon qilishi muhtoj bo'ladi. ولأن القيمة تختلف باختلاف الأماكن. Yani bir tarafdan bir tovarning qimmati shu tovar bo'lgan o'ringa qarab qimmati o'xshash bo'lmaydi. Mesela yezdiki bir buğday ya ürük mesela aşın asılsak o yezda azara bo'lishi mumkin. Lekin shaga o'tgandan keyin cho'ng shaga o'tkisa, qimmat o'rlab gap. Zavodda ishlangan narsanimi ishlab chiqarilgan joydan boshqa yerga o'tkisa, qimmat o'zgarib ketadi. Bundan keyin shu tovarning sifati boshqacha bo'lgandek bir ahvol bor o'shada. Qimmat o'xshash bo'lmadi degan bir sifat o'zgarishdek bir ahvol bor. Bixlafil bay' degani sohibanninki qiyosiga raddiya beradi. Sahiban odatlik savdo qiyos qilgan-ku. Odatlik savdoda shu savdoni qilgan o'rinda tovarni topshirib berish kerak bo'ldi, muayyanlashdi. Salamdimi savdoni qilgan o'rinni topshirish kerak bo'ldi desa, bu salamda uni o'xshash bo'lmaydi. Li'annahu yujibu at-taslima fil hal. Chunki al-bay' al-adi, odatki naqd savdoda bu darhol topshirish lozim tovarni. Wala munaza'ata fima la hamla lahu. Yani wala munaza fima hamla lahu degan ma la hamla lahu ga qiyos qildi. Ma la hamla lahu da talashda chiqmaydi. Chunki uni chiqib ketmaydigan bo'lg'achqa na topshirpas ma'qul deydi dedi. Shu uni qiyos qilsangiz qiyosuga ma'al fariq demakchi. Yani mushartga munosabatlik muhim nuqtaning birisi shu topshirib beradigan o'rin, makanul ifa topshirib berishga loyiq o'rin bo'lish lozim. Mesela bu aeroplanda oturup çıkaylan, selam savdosi qildi deydi. Keyin u o'ntaga budayni aeroplanga chiqib aşağıda o'tqazib topshirib beramda bo'lmaydi. Yoki oyda topshirib berma degan bo'lsa, u oyga chiqib topshirib berilmaydi. Yoki masalan, uning boshqa shunda urush bo'layotgan rayonlar, mesela her türlü bu adam ikkidan biri buni topshirib olmaydi, yo'qsa bo'lmaydi. Topshirib oladigan o'rin bo'lish lozim. Topshirib oladigan bo'lsa, chiqim ketmaydigan bo'lsa, ne topshirib bersa bulardi. Yani topshirib berish o'rni shart qilish kerak emas. Chiqim ketmaydigan narsalar. Ham chiqim ketadigan narsada shart. Uni sohiban chiqim ketmaydigan narsada o'rin bekitmasak bo'ldi dedi, shunami? Sohibanning nazarida shu savdo qilgan o'rin shu bekitilib ketgandek bo'ldi. İmam Abu Hanifa rahmetullah alayhi xalqan joyda topshirib berdi. Savdo qilgan joyda topshirib berish kerak emas. Xalqan joyda topshirib berdi. Savdoni Qashqar qilgan bo'lsa, keyin u odam Urumchida uchragan Urumchida topshirib bersin bo'ldi deb. Chunki buni ko'tarib o'tkazishga ehtiyoj yo'q degan qarashga asosan.
Endi o yo'tkashga chiqim kirgan bo'lsa, bu chaqda qarash o'xshash bo'lmadi. Imom Abu Hanifa va Shafi'i mushuni belgilab qo'yishlar. Nima topshirib oladi? Aniq deb qo'yish lozim. Chunki chiqim ketadi buni yo'tkashga. Sohiban va Maliki mazhabining qarashi o'xshash o'rinni belgilamasın bo'ldi. Ash sodini qilgan o'rin shu muayyanlashib ketadi deydi. Albatta, buningda shu chiqim ketadigan narsalarda imomning qarashi shu kuchli. Nima uchun desa, o'rin qarab kishilarningki maqsadi va boshqa nimalari o'xshash bo'lmaydi. Ba'zi narsalar, masalan, o'z yengil yo'tkashga chiqim ketmaydi degan bilan bosh tamojni masalasi yoki u odam endi ko'tarib yursa afsus bo'ladigan ahvollar bo'ldi. Shunga o'rinni bekitish kerak degan imomning qarashi shu kuchli. قال وعلى هذا الخلاف جقردا مكان الإيفاء إن كان له حمل ومؤونة دب اختلاف بلغة مش اختلاف أخشاشلا تواندك برناتش مسألة اختلاف بوغان إمام أبو حنيفة برتربتا صاحبا برتربتا bu masala qaysi? Al-ujra shaqqa. Masalan bir narsa kira oldik yoki yolladik-ku. Yollagan ekan bu odamga shu shaqqini berish lozim. İmam Abu Hanifa rahmetullah alayhi ay shaqqini nada berishni deb qo'yish lozim, tutib qo'yish lozim. Al-ujra masalan unda pul bo'lsa, ko'tarib yurish oson bo'lsa, cho'ng farq etmasligi mumkin. Lekin masalan shaqqiga bunda bir narsa tutishdi bo'lar. Maaşını qilib berasiz, ya mashinangizni, arvangizni kira qilma, buning badaliga 2 taqa buğday vermadi. Ya'ni shu al-ujra yengil narsa emas, ig'i, o'tkashga chiqim ketgan narsani deyishib qolsa, shu chaqda ashuni deb qo'yish lozim. Mush 2 taqa buğdayni na topshirib olasiz, buni deyishib qo'yish lozim. Bo'lmasa o kishi hemen shu ishni qilgan yerdan akirgan bo'ldim, shu o'ydilan akirgan bo'ldim desa, bu ma yezdiki beg'imdan etizliqimda ketsa desa, bu odam u yerga taksi kira qilib chiqib, mashina kira qilib, u yerdan achirib, 2 taqa buğdayni puldan chiqarib chiqim qilishi mumkin. Uni talashda chiqdi dedi. Yani normal iş emas, al-ujra ibara an makil yoki mavzun. Bunda ig'ir o'tkashga chiqim ketgan narsa demakchi. Ayında bulab qalsa, imomning nazarida topshirib berish o'rnini bekitib qo'yish lozim. Sahiban buni topshirib berish o'rnini bekitmasin bo'ldi. To'xtamni qilishgan ya shu ishni bijirib bergan o'rin shu topshirish o'rni bo'ldi dedi. Yana birisi va saman idza kana lahu hamlun mana. Ujra yo'tkashga chiqim ketgan ujra, saman bu bir sodining puli, bu pulmi ayında yo'tkashga ketgan ayında pul deydi. Yani pulma, qog'oz pul, yani oltin tilamasa, shu tovarning bahasi sodizga, ayında yo'tkash chiqim ketgan, ayında ig'i nasl bo'lsa demak. Shu narsani nimaga sotib ekan? 5 taqa buğday sotib ekan. 5 taqa buğday shu tovarning puli bo'ldimi? Bu pulni nari berishni deyishib qo'yish lozim. Bo'lmasa, chiqim ketgan bo'lg'achqa talashda tushildi dedi Imom Abu Hanifa. Sahiban deyishmasin bo'ldi. Val qisma 3-chi misal al-qisma, yani bir narsani bo'lishgan vaqtida shirik masalan, balki merosda bo'lishi mumkin, al-varasa yoki shiriklar shirkatni jo'shtirdi desa, shu bir ishxona yo zavodning aslini tang bo'lishib jo'shtirdi. Shunda jo'shtirgan chaqda, yani buni dal joyda kisb bilan parcha tan qilib nima qilib bo'lmaydi ba'zi. Bazı öydün mesela töte, dükkandan başlayarak bu öy bazı çoğun bazı kişi. Bana kesip anondan tanıştırıp bunda kıyılıp olmaydı. Onun için birisi çoğunrak oynayalım mümkün. Birisi küçükler oynayalım, birisi çoğunrak dükkanla. Zavut üskünlerden mi? Birisi çoğunrak bir üskünle erişim mümkün. Aynı zavutda mesela tümüylerini böleşken takdirde, o zavutda mesela 20'den kesip lan bölgeli olmalıken, ma zavut, ma maşini san kalsın, ben bana alay deyip aynı böleştim ha. Diken birisiga aşınası çıkrak ketti. Çıkrak ketkende bunun karşılığı da karşı tarafki pul verip razı kıldı. Ama zavut sılık kalgan diken, bana yerim pulası bana varsa tam bulaşken buldu dese, yani yerim nisibisini satkan buldum mu bana? Satkan buldu. Satkan boğan diken, bu satı algan narsini ne tapşırıp biriş meselesi var. Zavutun özden tapşırıp öpkidemdi, yani bu kişi
ep ketilgan joyida opirib topshirib beramdi. Agar opirib topshirgan aşağı topshirgan bo'lsa, bu zavodni yutkash uchun cho'ng kran bunda yo'g'on tipga ko'taradigan mashinani kerak. Odatdagi mashina o'tganmagan ekan, buni ashunda chiqim bilan o'tkazilgan bo'lgan ekan, u mashina nesiyasida chiqqan kishi buni aşağıga o'tkazib berish shirkatning puldan bo'lsa deydi. Shirkatning deydi, "Ya o'zlar o'tkazinglar buni talashlar." Shunda bo'lsa, cho'qim buni na topshirib berish, o'tkash chiqimi kimga tava bo'ldi, buni aniq deb qo'yish lozim. Qisma degan gap shu. Sahiban demisin buldu. Eğer pul olib qolsa, bireylarga 100 ming ko'y bo'linibdi, ya bireylarga 100 ming ko'y ya azroq razilashmasdan jiqraqlangan bo'lsa, onda darjimiz bo'l, na topshiramiz. Ammo shunda o'tkashga nim bo'lgan tovardek, tumi ig'inasi bo'lib qolsa, buni deb qo'yish lozim. Chunki bu bir xil sodini o'z ichiga olgandek bo'ldi. Ama mesela birisi çoğun oyunu alır, çoğun dükkanını alır. Birisi küçük dükkanını alın olsa, o çada birisi küçük dükkanını alan şirkete pul veriş gerekiyor ama pulunu nerede verişine değişici misin buldu? Kitapta mı tarif tuttum ona, misal veripti. وَهُوَ أَنْ يَزِيدَ عَلَى أَحَدِ النَّصِيبَيْنِ شَيْئًا لَهُ حَمْلٌ وَمَؤُنَةٌ. İki şirk, her bir şirke birden nesiveti gitti. İki nesivinin birisiga ortorak bir narsa katılıp kaldı. Lekin bu ortiq narsa yo'tkashga chiqim ketadigan narsa. Bundan keyin bu bir sod bo'lgandek, bu ortiq narsaning qarshiligida shirkini rozi qilish lozim. Sod bo'lgandek, bu sodida topshirib beriladigan tovarni na topshirib berishni aniq deb qo'yish kerakdek, o'xshashlar masalanga o'xshash bo'ldi deydi. وإذا شرط مكانا يتعين عملا بالشرط. أن سلامda bir o'rinni bekitish lozim deb shart qilgan ekan biz. Bir o'rinni bekitdi bular, salam so'zini qildi. Falan yerda topshirib berma deyshdimi? Yetayyin amalan بالشرط. Shartga asosan shu degan joyda topshirib berish va topshirib ilishi lozim. Birisi yo'q, men buni unutmayman deb turasi bo'lmaydi. Nima uchun al-muslimuna ala shurutihim awfu bil uqud. وأما ما ليس له حمل ومؤونة أنما اتفاق كاغا أورون يتكشكي chiqim ketmaydigan narsalar bo'lib qolsa كالمسك والكافور ونحوهما ilgirki chaqlarda misk kafur masalan bu lu'lu masalan marvayet ayna narsalar unda jiq yo'tkazgan miqdorda yo'q. Azroq masalan 3-4 tal bir shishida mishki ambar bunda bo'lishi mumkin. Shu chaqning sharoiti da'vatgan narsa. Lekin hozir masalan u tonnalab o'tkazgan bo'lib qolsa bu narsani 1 tonna marvayet, 1 tonna oltin deb qolsa buni tutish lozim. O'rinni deyish lozim. Chunki chiqim ketadi bunga. Hem xatarmi bor? Yo'l xatari, tamojnida o'tkazish masalasi, boj, jiq gaplar bor. Yani asli şu çağdaki addi hayat şaraitida da'vat qilingan gaplarni kafur, mishkambarlik ozg'in narsa bo'lsa, bunda kim balvaqqa qistirib qo'ysin bo'ldigan. Bunda narsa bo'lg'achqa fala yushtaratu dalga bil ijma' yani ijma' thalatha ashabuna thalatha. Yani bu mazhabning ushimama. Lekin yutkash chiqim ketgan narsada imom bir tarafda, sahiban bir tarafda bo'lgan. Ma'noda şeylar ittifoq deydi. Bundan keyin bu na topshirdi? Yo'tkashga chiqim ketmaydigan narsani na topshirdi? Sahiban makanul aqd topshirdi deydi. İmam Abu Hanifa xoligan joy topshirdi. Yani aslında farq bor. Ma kitobda demindi ekan. Va hal yata'ayyanu makanul aqd salam so'zini qilgan o'rinda topshirishi muayyinlashib ketamdi degan masala kelsak, anhu anil imam Abi Hanifa rahmatullohi alayhi rivoyatan. İki rivoyat keldi. El-asah sehirak rivayette ennehu yeta'ayyan aş'urun muayyinleşip ketidi dedi. Şıkıl rivayet geldi. Sehirak rivayette to'xtamashqa o'rin muayyinleşip ketidi. Bu Jami Sag'irning rivayeti. İmam Abu Yusuf bilan Muhammadning shunda qaraydi. Yani Jami Sag'irda İmam Muhammad ibn al-Hasan İmam Abu Hanifa'dan yeta'ayyan makanul aqd rivayet qilgan. Jami Sag'irni biz zahir rivayet kitoblardan duduq. Yani al-asl degan kitobda Muhammad ibn Hasan Shaybani al-asl degan al-mabsut degan kitob shu. Shuningda Babul Buyutda shunda rivoyat qilgan. Bundan ki bu zahir rivoyat kuchliq mana. Al-asah al-asah annahu yata'ayyan dedi. İkinci rivoyat nima? Muqabil al-asah la yata'ayyan.
La yata'ayyan degan qarash İmam Muhammad ibn Hasan Shaybanininki Kitabul Ijarat al-Kabir degan kitobida kelgan rivoyat. İmam Abu Hanifa rivoyat qilgan. Kitabul Ijarat al-Kabir zohir rivoyat bo'lgan İmam Muhammad ibn Hasan Shaybanining 6 kitobini ichidimi? Yo'q. Undan bu rivoyatin navodir. Bu rivoyatin navodir deydi. Çünkü o'tkashda chiqib ketganida ahol bo'lmagan ekan. Shu joyda topshirib birdi demasakmi? Bo'lar. Ne topshirib past bo'ldi demoqchi. Ularga ash tovarni emas, ikkinchi rivoyatga asosan nada topshirib past bo'lardi. Walau sharata lahu makanan hamda mawa ikkilam tutishib bir o'rinni bekitgan. Falan yerda topshirib bersiz menga deb bekitgan ahvolda qila la yata'ayyanu li'adam al-foyda. Bunda rivoyat o'xshash emas. Bir qarashda buning foydasi bo'lmagan ekan. Yani u joyni desin, boshqa joyni desin va chiqim ketadigan, chiqimdan saqlangan shuni nada o's bo'lardi. Boshqa topshirpasim bo'ldi dedi. Vaqila ikkinchi qarashda yata'ayyanu lil-foyda. Deyishga o'rin muayyanlashib ketdi. Garchi buni ko'tarashga chiqim ketmaydigan bo'lsa-mu, falan joy desa, shu joyda topshirib berishi kerak bo'ladi. Nima uchun? Lianna qimatul ambari fil Misr akthar minha fis sawad. Chunki ambar, mishka ambar masalan shunday narsaning shahar kentlarda yezlar qaragan chaqda qimmati yuqoriroq bo'ldi. Qimmat shunday olmas masalan, isl soat bunday narsaning yezda bikin qilganmas mumkin. Lekin shaharda uning alohida izlab olgan xaridorlar bo'ldi. Qimmati shaharda yuqoriroq bo'ldi. Va lianna fihi amna xatarat tariq. Yani bir tarafdan bu yo'lning xatirdan xotirjam bo'ladi. Chunki u qimmatli ba'zi narsalarni endi ko'tarolmasa, o'g'ri bo'laydigan, tamojdan tortib oladigan ishlar bo'lgan ekan. Falan joyda desa, dukuni bor shahar topshirib olsa, xotirjam dukuni qo'ya oladi. Mush qarashni, ya'ni mazhabning ba'zi kitoblarda sahih deb tanilgan. Al-Muhit degan kitobda sahih deb qaragan. Chunki ba'zi narsalarning qimmati haqiqatan shu o'ringa qarab o'xshash bo'lmaydi. قال وأما بيان قدر رأس المال أمدا سلام سودسك سرمایه مقدارını bayan qilib qo'yish sharti kelsak فمذهب أبي حنيفة رحمه الله bu Abu Hanifa qo'ygan shart sohiban shart emas deydi. Hanifi mazhabda mushu sarmoya uchun 6 shart bekitgan. Salam sodisiga topshirib turgan, oldin topshirgan pulga nisbatan 6 turli shart bekitgan. Birinchisi bayanul jins. 1000 dedi. 1000 yenmi, 1000 dollarmi buni bayan qilish lozim. Bayanun nav dollar desa bu Amerika dollarimi, Kanada dollarimi, Shanghai dollarimi deb bayan qilish lozim. Ya buğdayni topshirgan bo'lsa, buğdayning turini bayan qilish lozim. Bayanı sifat, süptini bayan qilish lozim. Esil sortlikmi, o'ttiralmi. Ilgirgi vaqtda pulningmi unda süpti batdi. Tenge tillala 100%lik, 90%lik deb bu jihat. Hani o'ttirallari 40-50%lik bo'lsa o'ttiral. 20-30% oltin kumush va tenge tilla bo'lsa bu zuyuf. Faqat ular 5-10% bo'lib qolsa bu buhraj. Bunda bo'ldi. Aş pulning süptini unda bayan qilish lozimdi. Ondan 4-chi shart jinglindigan, kamchalindigan, sanildigan shunday narsa bo'lib qolsa, buning qarta sarmoyaning tovarning har bir qismiga qanchalik udulindi, bahsi aniq holatda bekitilishi va umum sarmoyaning necha pulligi aniq bekitilishi lozim. Mesela 1000 koy o'tkazdik. 1000 koyni masalan 100 kilo buğday o'tkazdikmi? Her bir kilo 10 koydun. Şunama her bir kilosu 10 koydun. Hemmisi 1000 koydun. Bunda bulaş lazımdır. Her bir kilo çilanның bazı neç bol. Aşını aldım biktimiz. 1000 koyun örtüse koy. Ben 1000 koyular çilan almadım. Keyin ondan çilanның bazı 10 koy mu ya 50 koy mu? Tutuşudan gap. Demek şoğunun arasında çilanның bazı değiştiniz mi? Ha, çilanның bazı biktimiz. Biz totalgan şart aşırı simalninki şartlardır. Sermayenin şartı bayanı cins, bayanı no, bayanı sıfa iniq bulaş lazım depkiler. O sermayenin umum miktarı ve tavarga nispeten çeçildiğin ülüşü iniq bulaş lazım. 1 kilonun bahası 100 koy verdik, 1 kilo 10 koy mu ya 5 koy mu bu iniq bulaş lazım. Yani bunda şart qilishning ilgirki zamonlarda va hozir farqi bor. Nima uchun? Ilgirki zamonlarda
Hozir masalan 1000 koy pulni men oldin o'tkazdim. Oldin o'tkazgandan keyin siz o pulni hajlayman deb, o'chidan chiqib bo'yicha hajga turgan gap. Hajlayman deb do'konga paslar o'g'it olaman yoki narsa olaman deb. Ma 100 koy ja chiqdi deb bunday kirib jaken deb endi qo'ydim. Endi bo'lgan bu 100 koydan sizlar bagadin o'tkazgan gap. O'tkazgandan keyin bu 1000 koydan 100 koy endirilib ketib 900 koy qoldi. Bu 900 koy qartanda necha kilo chilan bo'ldi? Asli 100 kilo chilan desak 1000 koysa 10 koydan bo'ldi desak. Oyunda 10 koydan aniq bo'lmasa, qancha chilan topshiriq aniq bo'lmaydi. Ha ma'qul. 100 kilo chilan topshirgan bo'ldi desak, keyin u bog'da 100 kilo chiqma 90 kilo chiqib qolsa, u necha pul o'dilaymiz? O'dilayolmaydi. Undan hozirmi bu shartga rioya qilinish qat'iy bo'lmaydi. İmam Abu Hanifa rahmetullah alayh mushuni shart qilgan shu. Manda ishorat qilib, mushuninga baslar, mana hozir nahbadim tovarni kim baslar ishorat qo'ysa bo'lmaydi. Mushuni hech bo'l Hemen sanaymiz. 1000 koy ekan. 1000 koyga 100 kilo chilan. 1 kilosi 10 koydan. Bunda bekitib qo'yishlar. Bo'lmasa chatoq chiqadi deydi. Imom Abu Hanifa mushartni qildi. Savrimi mushartni qilgan. Yana 5-6 shartlari Imom Abu Hanifa ash pulni topshirib bergan chog'da pulni tekshirib olish lozim deydi. Hozir mesela dollar versak bazıdan qilib qaratib bundan tekshirib oladi-ku. Ya bildigan birisiga men qarab baqqanda tekshirib unda oladi. Oshunda tekshirib olish lozim. Bo'lmasa iliqdek chatoq chiqadi. U pul joy chiqib qilib uni yondirib bir avarchilar. Ondan 6 sharti ash pulning hammani shu so'rinda topshirib berib o'tish lozim. Ondan ayrılib ketadi. Ayrılishdan burun topshirib o'tib, ondan ketish lozim. O pulni keyin atogin birma, bir haftadan keyin pulni berma, bir oydan keyin tovarni berla deb bunday so'rab qilsam. 6 shartni Anabimizda bekitdi. Wa qala sahiban dedi yuktafa bil isharati li'annahu yasiru ma'luman biha. Aş sarmayını hammini sanab, miqdarini aniq bilib, bu pulninki manchi puli 1 kiloga qarta deb bunday o'qimisimi? 100 kilo silanga mush pulni oldin o'tkazdim deb bundalar qo'ysa bo'ladi. Chunki ishorat bilan bu ma'lum bo'lib ketdi. Hozir naqsodida ashunda ishorat bilan ma'ninga ma'ni biramlar degash bor. Ay naqsodda qiyos qildi. وصار كالثوب إذا كان رأس المال bu qiyosli iborat. Bu nimaga o'xshaydi? Xuddi bir kiyim yaraq. Thawb deganda kiyim yaraq deymiz. Kiyim yaraq desak, bu zavatil qiyam dedik. O'tganda. Ya'ni ayni vaqtlarda bu zavatil qiyamda misli emas dedi. Chunki o chaqda babkida to'qigan bo'lgan ekan, atlas va xam narsani. Ashu bir to'proqqa, ya'ni mabij to'proq o'xshash chiqmaydi. Ya 1 metrga ma 1 metr o'xshash bo'lsa farqli chiqib qoldi. Zavod bo'lmag'ach ko'chada. Hammamiz qo'ldan qilgan bo'ldi. Unda hozir zavodlar bo'ldi, bu raqlama qanday misliyat bo'lib ketdi. Ilgirgi zamonda misliyat emas. Xuddi masalan gilam desak, hozir ba'zi gilamlar endi zavod qilgan bo'lishi mumkin. Birisi to'qilgan gilam bilan birisi to'qilgan gilam unda o'xshash digili bo'lmaydi. Bo'rimi shunda. Kathawb idza kana ra'sul mal. Masalan, bir poch gilam 2 metr raq desak, ashunda narsani pul deb oldin topshirib, shu nanga bir narsa sotib olgan bo'lsa, men gilamni oldin sizga o'tkazdim, mana 100 kilo chilan berla dedimas. Qayda tushgan bo'lsa, buning qimmatini bayon qilib, bu gilamning har bir kvadrat metri 10 kilo chilan o'tkazildi deb bekitmaydi-ku, shunga o'xshash. Sahibanning dalili. Walahu İmam Abu Hanife rahmetullah'ın delili ennehu yufdi ilal munaza. Talaştaş qilib birdaş. Li ennehu rubbama yajidu ba'daha zuyufan. Chunki topshiriqchining qo'li o'tgan pullarning ba'zisi saqt chiqib qolishi mumkin. Va qad anfaqal ba'd. Endi bu saqt chiqib qolgancha 100 ko'y masalan saqt chiqdi, uningda ilgari 500 ko'yni haydab bo'lgan bo'lishi mumkin. Qo'lda ham pulni qaytarib beraysa, ham pul yo'q. Bunda bo'lib qoldi. Fayruddahu Şuna qaytarib beraysa, qaytarib bermaydi dedi. Fayrudda yani. Men hajilgan bo'lsa-da, men pulni ja chiqdi, qaytarib berdi. Bir qismini hajlab bo'lgandan keyin ba'zi ja chiqib qolsa, hammani qaytaraysa, butun qaytarib o'tmaydi. Wala yastabdilu fil majlis. Endi u so'rindan ayrilib, u vaqt o'tgandan keyin u so'rinni almashtiramadi. Shundami? Undan keyin bu almashtirib, o'rnini to'liqlaydigan holatdan o'tkaldi. Pulni butun qaytarib qaytarolmaydi. Mujna bir ahvolda.
endi ba'zisi ja chiqqan ekan, pulning ba'zisi emas. 100 ko'y ja chiqsa, 100 ko'yning qarshiligida qancha kilo chilanni abqasi bo'ldi? Bu bir mushkula. Ama yoki ba'zida pul saq chiqdi, ammo 100 kilo chilanni deyishdik, bizning bog'da 100 kilo chilan chiqmadi. 80 kilo ham chiqdi, shuni topshirib berdi, 20 kilo topshirib berdi. 20 kiloga nech pul tutolgan gap, u aniq emas edi. Chunki biz 1 kilo chilanga mancha pul udullab bekitib qo'ymagan. Shunda kashil chiqdi. Mesela 100 kilo deyishib, 80 kilo tursa, ijboriy emasmi 100 kilo tushirish? Hozir masalan 100 kilo deyishib qo'ygan tursa. U ayrı masala. Mesela shunda bo'lsa, yo'q 100 kilo deyishga 100 kiloni olib bo'lmasa men deb turasiz bo'lamdi, bo'lmamdi. Bu boshqa masala. Lekin hozir 80 kilo nima chiqdi? Ma'qul o setva uchun qabul qildi. Mana shuni alay, qag'iniga pul tutib olaman desa, qag'inning pulini qaytarib beramiz 20 kiloni desa, 20 kiloning puli 1 kilo nech pul desa qaytarib berdi. Biz aniq bekitib qo'ymaganlikdan qaytarib bermaydi shu pulni. Qaytarib beraydisimi? Ve fil misliyat yanqasimul muslimu fihi ala qadri ra'sil mal. Endi misliyat dairasi bo'lsa, misliyatni biz bozorda o'xshashi topiladigan, aynan o'xshaydigan, qimmatni tam qiladigan narsa o'zi misliyat degan. Asobni zavatul kam dedik, o'xshashi topilmaydi. Hozir topildan zavot bo'lganlik. Lekin qo'lda ishlangan bo'lsa, o'xshashi topilmaydi deydi. Endi misliyat bo'lsa, yanqasimul muslim fihi ala qadri ra'sil mal. 100 kilo chilan desak, al muslim fihi 100 kilo chilan. O'tkazib qo'ygan ra'sil mal 1000 ko'y. Undan ekan har 1 kilo chilan 10 ko'y udillashdi. Fayantaqidu salamu biqadri ma raddahu. Undan ekan 100 ko'y ja chiqib qoldi deb bildirib qolsa, 10 kilo chilanni tutib qoladi. 10 kilo chilanni topshirib bermay qolsa, pul egisi 100 ko'yni qaytarib oladi. Wala yudra qadrul baqi. Endi ashunda qilay desak, shu udillashmagan bo'lg'achqa nech pulni qaytarib berdi, nech pul gadini qoldi, buni bilinmay qoldi dedi. Ashunda udilliqli bo'lsa-da bilinibdi. Udilliqli bo'lmasa belgili bo'lmaydi. Shuni oldinmi shuni bekitib qo'yang demoqchi. Fa yufdil al munaza. Wal mawhumu fi hadha al aqd kal mutahaqqiqi li shar'iyyatihi ala khilaf al qiyas. Endi mushu to'xtamda bu to'xtamda nabek aciz. Biz buni asl ruxsat qilmaydik. Alloh taolaning fazli marhamatiga bandalik qilingan bo'lsa mayli bo'pti. Lekin mana shartga qattiq diqqat qilinglar, shu bo'yicha qilinglar deb ruxsat qilgan ekan, buni aciz. Aran turayotgan narsa. Endi mushunda kichikgina ehtimollik bo'lsa, mavhum shada ehtimolliklar. O'shanda kichikgina bir talash tortish bo'lib qolish ehtimollik bo'lsa bo'lmaydi dedi. Asli bu bir e'tirozdan javobi. Wal mavhum fi hadha al-aqd kal mutahaqqiq degan qarshiyatning bir e'tiroziningki javobi. Ya'ni bu unda bir qismida chataq chiqib, hamon topshirib bermay qilishi, pulning joyi chiqib qolishi bir ehtimollik unda bo'lmasligi mumkin. Yo'qlan ehtimolga biz buni bunda nima qilib shart qo'yib chingitib yuramdi desa, mushu to'xtam qiyosga asl qoidaga zid holatda yo'l qo'ygan bo'lg'achqa, bek ojiz bo'lg'achqa, ayna kichikgina bir ehtimollikmi buni amaldan qoldirib oladi dedi. Bi xilafi thawbi. Amma siz qiyos qilgan va saraka thawbi degan sahiba. Siz ikkinla qiyos qilgan bu rah va kiyim masalasi bunga o'xshamaydi. Li'anna al-aqd la yata'allaqu ala miqdarihi. Chunki bu to'xtam topshirgan pul buning miqdoriga har bir manchilik parchasiga manchilikdan pul udilishi degilinmaydi dedi. Bu ma'noda kiyimga qilgan qiyosiga javob beryapti imom. Nima uchun? Chunki bu bir gaz ya 1 metr desak, ash kiyimda ma'lum bir uzunlikni, kenglikni ifodalaydigan bir o'lcham bu. Shunama to'xtamlashgan chaqda biz buning bir gezi manchi pul udilishida deb unda bekitgan ahvol yo'q. Shunga masalan, mush kiyimga deb tutib qolsa, ya mushu gilamga desa, o'zi o'ylagandan masalan ba'zi bir to'proq desak, bir to'proq 70 santa, 1 metr, 1 metr ortiq ham chiqib qolgan bo'ldi-ku. Va raqsat qilib bilisizlar. Bir to'proq odatda yezilgan nimadan 70 santa, 80 santa ortiq chiqib qolish bor. Ortiq chiqib qolsa-mu, shu biz to'proqga degan ekan, o'shani bir 70 santa ortiqga kezib olma demaydi. Tijoratchining odatida. Hozir bu yer bularni sarmoyaning gapi, lekin u rahmning gapi emas.
Lakin bu kıyas mal farq demakchi. Ve ala hada degine yuqorida bunda ixtilof qildi. Bayan qadr ra'sil mal fil makil wal mawzun deb ixtilof qildimi? Mush ixtilofning ustiga manda natijali kelib chiqadi deb amaliy misol bermoqchi. إذا أسلم في جنسين ولم يبين رأس مال كل واحد منهما أسلم في جنسين pul topshirdi lekin oldigan tovar ikki jinslik tovar 100 kilo chilan va 100 kilo choy ikki narsaga pul topshirdi lekin ay topshirgan masalan 100 ming ko'y pul topshiribdi 100 kilo chilan 100 kilo choy topshiribdi lekin 100 kilo chilanga 100 ming ko'yning nech puli udilishida 100 kilo choyga 100 ming ko'yning nech puli udilishida buni bayon qilmadi. Buning misolini men to'ndirib berdi mana. أو يقول أسلمت إليك 10 دراهم في كر حنطة وكر شعير 10 tangini sana aldın tapşırdım. Bana 1,5 tonna buğday yak apı birisi 1,5 tonna buğday ve 1,5 tonna apı birisi 2 türlük narsini tapşırsa da 3 tonna açlıkның gebini qildi. 1,5 tonnası buğday, 1,5 tonnası arpa yak qo'naq. Lekin bu 10 tanganinki nech puli buğdayga tava, nech puli apiga tava bayon qilmadi. Aw fi thawbayn muxtalifayn wa lam yubayyin hissata kulli wahid minhuma. Yoki ayrim ikki parcharoq ya ikki parcha kiyimga oldin pul topshirdi. 10 tangani topshirdi. 100 ko'yni ikki parcha kiyimga deb topshirdi. Bir qur kiyim deydi, shimkaston desakmiz. Ya ikki parcharoq 1 metr atlas to'qpirli 1 metr xas to'qpirli debdi. Lekin aning pulnash pul, ma'ning pulnash pul uni bekmadi. Uçadı aslan buğdayını topshirib berib, apini topshirmay qolsa, nech pul tutib oladi? Bu anaqa emas. Kasbini topshirib berib, shuni topshirib bermay qolsa, bu anaqa emas. Shunda kasb. Amma ikkinchi misol, aw aslama ad-darahim va ad-dananira wa lam yubayyin miqdar ahadima. Amma o aslama cinsayni fi silatin zaman. İlgirikse aslama fi cinsayn teşnama türlük tovarga pul to'lgan. Hozir ikki turlik pulni bir xil tovarga to'ladi deymiz. Va aslama ad-darahim va ad-dananir yani aslama al-jinsayn fi sil'a deymiz. İkisini tanbada oldin topshirgan pul ikki turlik pul hozir. Yenmi ba, dollarmi ba? 1000 dollar topshirdi, yani 100 ming ko'y pul topshirdi. Ammo bu ikisining birisininki miqdorini bayon qildi, birisining miqdorini bayon qilmadi. 1000 dollar topshiribdi, yana topshirdi. Lekin necha yen undamadi. Va suratul masala buning suratini oxirdan misolini berdi. An yaqula aslamtu ilayka hadhihi ad-darahim. Yani bu kitapta mishada bir chiqib qolgan jumla bor. Aslamtu ilayka hadhihi ad-darahim al-10. Ben sana şu 10 tengini ve hadihi denanir ve müştillarını topşirdim deydi. Darahimul 10 da 10 tengini sana da ina. Lekin tillar necha uning gapini qilmadi. Shunga ma kitobdagi iborani shunda to'liqlab qo'ysam bo'ldi. Aslamtu ilayka hadihi darahimul 10 ve hadihi denanir fi kurri hintatin ve nahvihi. Yani bazıdan başka kitaplarda bunlar aniq ekep bo'lgan. Ammo o'zidan misol vermoqchi bo'lgan narsaga bunda adimiz tushmaydi. Ikki turlik pulni topshirdi. Bir turlik pulninki miqdori aniq, bir turlik pulning miqdori aniq emas. Nolga ma'noda 10 tanga aniq, lekin tillanatcha aniq emas. Aw aslamtu ilayka hadihi dananir, ad-dananir al-10 va hadihi ad-darahim deysan. Bunun chiqib qolgan so'z bor. هذه الدنانير 10 وهذه الدراهم. هذا درهم مجهول ده دنانير معلوم بوسمه في كذا. أو يقول أسلمت إليك 10 دراهم في كل حنطة وكل شعير أو في ثوبين مختلفين ولم يبين حصة كل واحد منهما. biz buni bayatın oldin deb bo'ldik. Bu kitobda degan so'zga misol berishda keyin degan so'zga oldin misol berib oldin deganning misolini keyin kelgan bo'lg'achqa biz tartib bo'yicha kelib qo'ydik. Undan keyingi misol oldin tilga olgan masalaning misoli. قال ولو كان رأس المال غير مثلي كالثوب والحيوان يجوز
Ve illem ya'lem qiymetehu ve zer'ahu. Bir adam ittifak kelgan bir o'rin bor. Bizning ushimam ijmo kelgan bir o'rin. Agar shu o'tkazib qo'ygan sarmoya misli bo'lmay zavatil qiyam bo'lsa, masalan shunda bir parcharoq shu ilgirgi zamonlarda bu misli emasdi degan qarashga asosan deyilayotgan. Bir parcharoq, bir parcha gilam, bir kashlangan ko'nglak masalan. Uni o'xishi yo'q. Anda bo'lib qolsa, val hayvon, bir hayvon. Ma qo'yni o'tkazdim. Menga 100 kilo chilan birlar falan chaqda dedi mesela. Bunda bo'lib qolsa bu hayvonmi, misli emas. Chunki hayvon bir-biriga o'xshamaydi, dal o'xshashini topolmaydi desak. Bunda bo'lib qolsa yejuz. Mayli bo'laverdi. Va illam ya'lam qiymatahu va zar'ahu. Ashu kimning qimmatini, necha pullik deb buni bilmasmi? Kimni ko'rgan ekan, mush kim desa, ishorat qilingan kim, ko'z oldida bo'lgan ekan, buning qimmatini aniq bilmasmi? Mayli bo'ldi. Va zar'ahu necha gaz qildi, necha metr qildi, necha kvadrat qildi buni bilmasmi bo'ldi deydi. Bunda ijmo bor, ijmo baynal ashab deymiz. لأن المسلم فيه لا ينقسم على عدد الذرعان لتفاوتها في الجودة. Çünkü mesela şu bir kiyim desek ya raq desek bu 5 metre raqken 5 metre raq her bir metrege manç pul deb diyemeyiz deydi. Çünkü ma metre bilan yan bir metre ikisi o'xshamaydi. Bu zot bir xil chiqqan kiyim emas. Bu odamda bir tarilib ketgan yirvayan yo'da saqroq bunda har xil bunda o'lchamsiz. Bundan Müslüman fihi 100 kilo chilanning mesela 10 kilosi 1 metrga udil kildi. 20 kilosi 1 metrga udil kildi. O'sha raqning deb bunda degil bo'lmaydi. Mesela ko'nglak desakmi, bir kanvoy ko'nglak desak, ma 1 kilo chilan ma yangi udil kildi. Ma 10 kilosi gul ishlagan yaqis udil kildi deb bunda degil bo'lmaydi. Ammo mesela o'xshash narsa bo'lsa, misliyat bo'lsa qanday qildi? Mesela dollar olsa 1 kilo chilan 1 dollarga udil kildi. Hammasi o'xshash. Bunda bo'ldi. Ularga mush ahvolda uning ra'sil molni aniq manchlik, manch pullik narsa unda bilmasmi va buning qanchaligi 1 kilo tovarga udil kildiganligini udillashmasmi mayli bo'ldi. Lekin ishorat qilsa shu yetarli. Bunda ijmo bor. Şuna sahiben İmam Qarta icma qilingan o'ringa qiyas qilib turgandi. Kassav va sara kassav bedi. Sav masalasi sizlar bizdan o'xshash qaraganlar, mushunga o'xshash deb turgan. Li tafawutiha fil jawda. Bu hamda shu qo'llar ishlagan narsalar shundaydi. Hozir zavotdan qilsa raq bu narsalar 1 metr bilan 1 metr o'xshash chiqadi. Hozir hamda bu raqni bunday emas, misliyat emas. Lekin qo'lda to'qigan bir gilam bo'lib qolsa, hozirning qo'lda gilam to'qiydigan, u misliyat dairasiga kirmaydi. Hamma qilamdi. O'xshashanda haqiqat tilolmaydigan, qimmati o'xshashanda gilam to'qiy oladigan bo'lsa, misliyat bo'lishi mumkin. O'xshash chiqmasa misliyat bo'lmaydi. Wala alal qiyma. Hamda 10 kilo chilan mana 1 metrga udilganmaydi dedik. Bak 1 metrga udilganmaydi deyli, buni minkoyga olgan o'sha raqni. Uni minkoyning Muşun qimmatiningki 10 kilo 1 kilo chilan deb udilsak bo'ldi desa, uning udilmaymiz. Lianna g'ayru dakhilatun fil aqd. To'xtamni qilgan chaqda biz musallamni mushu raqqa deb qilgan shundami? Manch pulliq mushraqqa degan gap yo'q. Uning qimmatini bekitgan ahli yo'q. To'xtamda qimmati tilga ilinmagan. Undan ekan uning qimmatigami cheqib udilmaymiz deydi. فلا يفيد معرفتهما فلا يعتبر معرفتهما بشكل ضمير القيمة والذرعان işke qaytdı. Bunun neticəsini biliş və onun qimmatini bilişdən faqat lam faydası yox. Faydası olmadıkən bunu şart qilishdan aid yox. Bundan bunu şart qilmaymiz, lekin shu raqni qilamiz, ishorat qilib turib, mush raqqa, mush gilamga deb salam savdosi qilamiz. Aynı işaret tutsa mayli. Bunun qanchalik miqdori 1 kilo chilangu kildi buni udlashtirmasak mı? Bunu nech pulga oladi? Buni qimmati manch pulda, manch puliga manchlik chilan udil kildi demasak mı? Bo'lardi. Tovar naq mayyan münasabati, naq münasabati bunda salam savdosi qilmasak. Ma'o ra'sil malning sharti. Tovardan emas. As-saman ya da thawb
Es-saman. Biz ra'sul malning shartida qimmatni aniq bo'lish lozim. Lekin min zavatil amsal bo'lib qolsa, ishorat qilib turib, mana mushi desa bo'ldi dedi. Ammo al-muslim fi tovar qanday bo'lish lozim? Men $100 oldin o'tkazdim. Mushi telefonni bir oydan keyin birisiz desa bo'lmaydi. Salam. Çünkü bir aydan keyin o'tkazmamdi. Anosiga biz ehtiyoj uchun yo'l qo'yilgandik. Bu narsa oldida bunda tayyor bo'lsa, maqsadsa kechiktirishga, salom qilishga nima ehtiyoj bor? Ehtiyoj yo'q. Shunga muayyan bo'lmaslik, mavsuf zimma bo'lish degan tovarning sharti. Tovar muayyan bo'lmasi lozim. Mushi narsani deydigan narsa bo'lmasi lozim. Sizda mana topshirib turadigan, birinchi sila topshirib turadigan 1 tonna buğday bor. 100 kilochilan topshirib turasiz deganga. Lekin mushchilan desa bo'lmaydi. Yoki mushi bog'ning ichidani deb turasa bo'lmaydi. Chunki Yahudining voqeasida musulmon bo'lgan Yahudining Zayd ibn Sa'na min ha'it badi fulan debdi. Ha'it badi fulanning gapini qilma. Fi kaylin ma'lum, vazn ma'lum deb turadi Rasululloh. Do'nigan tovarda muayyan tovar bo'lsa bo'lmaydi. Lekin maktabda shu gapni chiqdi. Lekin tizib ekanmaydi buni. Da gapning oralig'ida qistirib qo'yib o'tadi. Lekin biz oyada shartlardan unutilib qolmasin deb oldin deb aytgandik. Achilarni berganligi, topshirib bo'lgan tovarniki kechikkanligi, achilarni berganligi, achilarning o'ziniki samanog'liqning ifodasi. Kechikkina tovar bo'ldi. Naqd o'tkazgina pul bo'ldi. مشايخ بوسون سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك